Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari, hurmatli aziz obunachilarimiz. Bugun 2025-yilning 16-noyabr kunida biz bog'imizda bo'layotgan ishlar xususida to'xtalib o'tmoqchimiz. Qo'ylarimiz mazza qilib, oxirgi o'roq bedalarimizni yeyapti. Qo'ylarni qo'yib berganmiz. Xo'sh, bu esa chuqur qilingan yerimiz. Bahorni boshida chuqur qilganmiz. 1 metr chuqurlikda yerga beda ekkandik. Bedalarimiz Allohga behisob shukr yomon emas. Faqat ozgina ola-bula chiqyapti. Buni sababi balkim mana bunday sarg'ayish holatlari bor. Xo'sh, bu sariqliklar balkim aytaylik yerni kuchsizligidandir, ya'ni yerda shira yo'qligini evazigadir, balkim bir marta ortiqcha suv berganday men xayolimga o'shanday tuyulyapti. Balkim suv ko'plik qilganigadir. Bedalarimiz qaysidir ma'noda mana bu yoqlar yaxshi, bu yoqlar borgan sari sarg'ayib. Xullas, bu yoq endi Allohning bergani bo'ladi. Bugungi videomiz aytaylik qo'ylar to'g'risida ham, beda to'g'risida ham emas. Aslida biz shu beda yerimizni chekkasiga Xudo xohlasa daraxt ko'chatlari ekanmiz. Qanaqa daraxt desangiz aytaylik, pakana gilos degan narsa bor ekan. Hozir shu yilgi gilos mavsumida giloslarni qaysidir joylarda olcha deb ham ataladi. Yapon gilos deyilar ekan, pakana gilos deyilar ekan, olcha deyilar ekan. Xullas, ana shu gilos ekishga qiziqdik va Xudo xohlasa shu yil yaxshi narxda sotganligim uchun nasib bo'lsa inshaalloh ana yerimizni chekkasini bugunga nasib bo'lsa boshladik gilos ko'chatlarini ekishni. Xo'p, ekish qanday bosqichdan iborat desangiz, dastavval ana shu ipni tortib oldikda, ipni naryoq tomonidan demak ekib kelyapmiz. Dastavval ana shu tomirlarga moslashtirib aytaylik 30 ga 30, chuqurligi ham 30-40 cm chuqurlikda aytaylik yamachalarni qozib oldik. Chuqurchalarni qozib oldik. Hamda 2 kilo atrofida 2-3 kilogramdan begimiz bilan bir sira tuproq tashlab suv solib chiqdik va ustidan tuproq bilan suvdan keyin ana shunday xo'p yarmini ko'mdik. Chuqurchamizni yarmini ko'mdik va ustidan yana ana tuproqni ustiga begimiz tashlab chiqdik. Begimiz tashlagandan keyin qolgan chuqurchalarni ham mana o'g'ilchamizga o'rgatdim. Bu endi chuqurchalarimizni to'laligicha yopib kelyapti Xudo xohlasa. Xo'p, shu yil ya'ni 2025-yildagi ana shu oddiygina o'sha qayerdadir yuqorida aytib o'tganimizdek achchiq gilos deyiladigan kichkina giloschamizning narxi ichki bozorning o'zida Navoiy viloyatida, Navoiy shahrida biz sotdik. Qanchadan? 6,5 ming so'mdan boshlab hattoki 12 ming so'mgacha sotdik. 12 ming so'm degani shu kecha kunduzda $1 atrofida bo'lyapti narx. 2025-yilda dada men buni ko'mmadingizku bolam? Men buni 25-yilda $1 ga sotilgan, demak giloslarimiz, olchalarimiz aytaylik Alloh nasib qilsa balkim bu yillarga yanada ko'tarilar, balkim tushar. Endi bu yog'i Xudoning bergani. O'rtacha biz ana shu 10 sotik maydonimizga 100 dona ko'chat ekyapmiz. Xudo xohlasa dastlabki 23 tasimi, 25 tasimi ekib bo'lindi. Mana shunday qilib chiroyli qilib ekib kelyapmiz. Xo'sh, ko'chatlarni qayerdan oldik degan savol tug'ilsa, ko'chatlarni sotib olganimiz yo'q. Bu juda ham bir noyob narsa emas ekan. Bir ikkita do'stimizning xonadonida achchiq gilos bormi degandagi, achchiq gilosdan ham zo'ri bor, pakana gilos bor. Sira bir terishga qiynalmaydi odam degan ma'noda ana shu gilosni tavsiya qildi. Mana shu ikkita do'stimizning xonadonidan qariyb bir 100 tadir. Xo'sh, qiyshayib qopti-da, buni to'g'rilab qo'yaylik. 100 taga yaqindir ko'chatlarni olib kelib, mana shunday qilib mana o'tkazyapmiz nasib bo'lsa.
birinchi etapdan o'tdik. Xudo xohlasa ana endi vaqt topib qolgan gilos ko'chatlarimizni ham inshaalloh o'tkazamiz. Nasib bo'lsa yerimizni chekkasida bedalarimizga xalaqit bermaydi. Qo'shnimizni eshagi baqiryapti shu shunda. Agronom buvomiz mollarni sug'orish uchun eshak arvada suv tashyapti. Ana daraxtlarimiz. Ana shunaqa gaplar bizda azizlar. Mana daraxt ko'chatlarimizni umumiy holati. Bugun xudo xohlasa bularni yaxshigina bir loylik joyga, namgina tuproqqa ko'mib ketamizda, vaqt topib ana shunday ekish ishlarini davom ettiramiz. Kimdir aytayaptiki, demak, ko'chat ekishga hali vaqtli emasmi? Men to'g'risi juda bir dehqonchilikdan xabarim yo'q, lekin dehqonchilik qilishga qiziqaman. Internetda ko'rganimiz 5-noyabrdan keyin demak ko'chat ekish ishlari boshlanar ekan. Shu uchun men boshlab yubordim. Nasib bo'lsa, xudo xohlasa bu yog'ini ermak qilib, inshaalloh davom ettiraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizga rahmat.